Subhanalloh. Alloh taologa Musa alayhisalom keyin aytadi, Parvardigor, mana men sen bilan to'g'ridan to'g'ri bevosita gaplashdim. Meni shunday bir mavqega ko'tarding, meni shunday o'zingga yaqin qilding. Endi mendan ko'ra senga yaqinroq banda bormi deb so'raganda, Parvardigor olam javob berib aytdiki: "Ey Musa, siz bilan gaplashdik, o'rtada 50 mingta farda bor edi. Oxir zamonda Muhammad ismli payg'ambar keladi. Uni ummatlari bilan har kuni 5 marta gaplashaman, o'rtamizda bitta ham farda bo'lmaydi" dedi. Alloh taolo siz bilan bizga mana shunday martabani inom etgan. Bu namoz o'qiyotgan odamlar haqida gapiriladi. Allazina hum an solatihim sahunlar haqida emas, namozlarga beparvo bo'lgan kishilar haqida emas, namozni vaqtida qoyim qilgan kishilar haqida gapirilgan. Bir qancha rivoyatlar bor. Musa alayhisalom lavhda ko'rdim, Parvardigor bir ummat kelar ekan, ularda tahorati suv bilan ham bo'lar ekan, turpoq bilan